Namun opa, homilador bo'ldim. Men uchun eng muhim vitamin qaysi? Avvalo, homilador bo'lganingiz bilan sizni tabriklayman. Ilohim sizga sog'lik, soliha farzandlar ato etsin. Homiladorlik vaqtida eng muhim, hatto yoddan ham muhim bo'lgan vitamin bu foliyaviy kislotasi. Foliyaviy kislotasini hozirgi kunda biz metil folat shaklini kuniga 400 mikrogramm dozada buyuramiz. 2-3 trimestrda bo'lsa, boshqa polivitaminlar bilan berilganligi uchun alohida bermaymiz. Demak, bu foliyaviy kislotasi nima qiladi? Foliyaviy kislotasi, demak, homila paydo bo'lishi bilan nerv sistemasida har xil nuqsonlar paydo bo'lishi, organlarda, ayniqsa yurak sistemasida har xil nuqsonlar paydo bo'lishini oldini olib beradi birinchidan. Ikkinchidan, qon hosil bo'lishini, gemoglobin normalniy bo'lishini va anemiyani oldini olishga yordam beradi va uchinchidan, sizda immunitetni yaxshi shakllantirib beradi. Shuning uchun foliyaviy kislotasi eng muhim vitamin hisoblanadi. Siz qusib, toksikoz bo'lib turgan holatingizda ham siz ushbu vitaminni ichishingiz shart. Foliyaviy kislotasini ayniqsa homilador bo'lishdan 2-3 oy oldin rejalashtirishdan 2-3 oy oldindan ichishni boshlasangiz, sizda muammolar bo'lishi ancha kamayadi.